Assalomu alaykum. Kechqurun ishdan charchab keldingiz, domingiz oldida bitta bosh joy bor ekan. Endi mashina qo'ymoqchi bo'lsangiz, qo'shningiz yugurib chiqdi. Akajon, bu yerga qo'ymang. Bu mening joyim. Men buni sotib olganman yoki beton qilganman, deydi. Tanish holat shunday emasmi? Hatto ba'zilar yerga tros bo'glab, qulflab qo'yishadi. Xo'sh, qonun nima deydi? Haqiqatdan ham ko'p qavatli uy oldidagi yerni sotib olish yoki o'ziniki qilib olish mumkinmi? Bugun parking janjallariga nuqta qo'yamiz. Umumiy foydalanishdagi yer. O'zbekiston Respublikasining ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, ko'p qavatli uy atrofidagi yer uchastkasi bu umumiy mol-mulk hisoblanadi. Bu nima degani? Bu yerga uydagi barcha yashovchilar teng huquqlidir. Hech bir qo'shni yerni sim to'siqlar bilan o'rab olishga, yerga tros yoki to'siq, blokator o'rnatishga, bu mening joyim deb boshqalarni haydashga huquqi yo'q. Men bu joyni sotib olganman degan gap yolg'onmi? Ba'zilar men domkomga pul berganman yoki xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati menga ruxsat bergan deyishi mumkin. Eslab qoling, na shirkat, na domkom, na tuman hokimiyati umumiy foydalanishdagi yerni birgina shaxsga xususiy parking sifatida sotish vakolatiga ega emas. Bunday shartnomalar yuridik kuchga ega emas va noqonuniy hisoblanadi. Noqonuniy to'siqlar uchun jazo. Agar qo'shningiz yerga tros bo'glab, o'zboshimchalik bilan to'siq o'rnatsa, bu quyidagi qonunbuzarliklarga kiradi. Obodonlashtirish qoidalarini buzish, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan jarima solinadi. Yong'in xavfsizligi. Agar u tros yoki to'siq o't o'chirish mashinasi yoki tez yordam yo'lini to'sib qo'ysa, jazo yanada og'irlashadi. Siz bunday holatda MIB majburiy ijro byurosi emas, balki ichki ishlar organlari, profilaktika inspektori yoki ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular kelib to'siqlarni olib tashlash va jarima solish vakolatiga ega. Qanday qilib qonuniy parking qilish mumkin? Agar uydagilar hamma uchun tartibli parking bo'lishini xohlasa, bitta yo'li bor. Uy egalarining umumiy yig'ilishi o'tkaziladi. 50 dan ko'p ovoz bilan yerni obodonlashtirish, shagal to'kish, asfalt qilish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Lekin shunda ham joylar maniksaniki qilib bo'linmaydi. Kim birinchi kelsa, o'sha qoyada tamoyili saqlanib qoladi. Xulosa. Azizlar, qo'shnichilik bu o'zaro hurmat demakdir. Yer talashib, tros bo'glab, bir-birimiz bilan yuzko'rmas bo'lib ketishimiz yaramaydi. Qonun bo'yicha hamma teng. Agar sizning uyingiz oldida ham blokatorchilar ko'payib ketgan bo'lsa, ushbu videoni ularga yuboring. Sizning domingizda ham parking janjallari bo'ladimi? Qo'shnilar yerga tros bo'glab olganmi? Izohlarda yozing, bu muammoni qanday hal qilganingizni boshqalar ham bilsin.